Dastavkalarim yetib keldi. Qaranglar, qancha gul zakaz qilganman. Bularni hammasini bugun yasab topshirishim kerak. Karvon ko'p, rizqi bo'lay, to'g'rimi qizlar? Men qancha harakat qilsam ham baribir butun O'zbekistonga kompozitsiyalar yasab topshirib ulgurmayman. To'g'risini aytaman, men tvorческий odam bo'lganim uchun bir xillikni ham yaxshi ko'rmayman. Onlayn darslar o'tishi, o'quvchilar bilan ishlashni juda ham sog'indim. Zakazlarim ko'payib ketgani uchun darslarni to'xtatib qo'ygan edim. Ko'pchiliklar yozyapsizlar, hunaringizni o'rgatasizmi? Kurs qachon ochasiz? Skidka qiling deb yozyapsizlar. Sizlar uchun faqat bir haftagina vaqtimni ajratib onlayn kurslar ochishni niyat qildim. Va o'sha bir hafta ichida sizlar bilan polniy ishlashga harakat qilaman. Zakaz olmasdan turib jonli darslarni ham ochamiz. Faqat hozir 15-dan 22-gacha polniy hamma onlayn kurslarimga skidka narxi e'lon qildim. Bu kursimizda o'qib chiqqanlar faqat hunar o'rganib, olib borib yasab qo'yib, qayerga sotishni bilmay o'tirishmaydi. Qanaqa sotish, klient bilan qanaqa dogovor qilish, qanaqa qilib sotuvlarni oshirish hammasi o'rgatiladi. Iloji boricha men shaxsan o'zim sizlar bilan ishlashga harakat qilaman. Bu narsaga faqatgina bir haftagina ajrataman boshqa kurs ochmasligim ham mumkin. Qizlar, shoshilinglar, joylarimiz ham, vaqtimiz ham chegaralangan. To'liq ma'lumotni direktdan yoki bo'lmasam ekraningizda yozilgan nomerlardan olsanglar bo'ladi.